Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündülük haberlerimizi görüşenlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunatkan gün tarafındaki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsız diqqətinizlər ekranımız olsun. Xitaylardan öymülük şirketlerine ahlaksız təklif. 24 dekabr Türkiye'nin 1. numurluq öymülük haberleri tori Xitaylar İstanbul ve Türkiye'ni istila qilishga başladı. Xitaylardan öymülük şirketlerine ahlaksız təklif mavzuluq xabar e'lon qildi. Xabarda Xitaylarning İstanbulni istila qilishga başlaganligini bildirib, öymülük şirketler bilan ko'rishishga başlagan Xitaylarning 100 ming dollarning ostida bo'lgan uylarga 250 ming dollardan talon chiqarib berishni va buningga ketadigan bojlarni to'laydiganligini bildirib, maqsadlarining bu shaklda turk fuqaroligiga erishish ekanligini, natijada 250 ming dollarlik mulk bilan e'linadigan turk fuqaroligini aldamchilik bilan 150 ming dollar atrofida mablag' bilan elayotganligini bildirdi. Xabarda yana Xitoylarning har mahallada birdan savdo markazi ochish orqali shu mahalladagi barliq tijoratni qo'lga kirgizishni maqsad qilayotganligi bildirildi. Shundaqli Xitoylar Istanbulda oilaliklar qo'rusi qurish uchun harakatga o'tgan bo'lib, tunji qadamda 10 ming oilalik, keyingi qadamda 50 ming oilaliklar qo'rusi selish uchun harakat qilayotganligini, Xitoylarning oxirgi nishoni Istanbulda 1 million, umumiy Turkiyada eng oz 10 million nüfusga yetishni planlamoqda deyildi. Va Xitoyning atalmış Yangi Ipak yo'li besib o'tadigan barliq shaharlar Iskenderun, Antalya, İzmir va Trabzonga o'xshash shaharlar oldingi planda ekanligi bildirildi. Xitoylar nishonlayotgan yana bir ish bo'lsa, iqtisodiy jihatdan qiyinchilikda qolgan uy-mulk binokorlik shirkatlari bo'lib, ularning qo'lida putmay qolgan binolar bilan qo'shibli setib olishga o'tganligi bildirilgan xabarda, yuksak miqdorda banki qarzi bo'lgan shirkatlarning Xitoylarning takliflariga qizg'in qarayotganligi bildirildi. Xitoylar yana İstanbul, Trakya va Ipak yo'li o'tadigan shaharlarda munbat yer zamin setib olishga boshlaganligi bildirilgan xabarda, buning oqibatining Turkiyaga qandoq vahimalik natijalar beradiganligi bildirilib, bu yuzilishning to'xtatilishi uchun harakatga o'tish kerakligi bildirildi. Xitoyda yasalgan tasvirlarning materiali kishilarni cho'chitdi. Yaqinda ijtimoiy taratqularda tarqalgan silliq ko'rinishda ma'lum bo'lishicha, Xitoylar musulmon ellarga eksport qiladigan tasvirlarni yasashda cho'shqi so'ngki ishlatgan. Sindin ma'lum bo'lishicha, bu tasvirlar Saudiya Arabistonga yetkazilgan bo'lib, Xitoylarning musulmonlar eng yomon ko'radigan cho'shqining so'ngkida musulmonlarning ibodat buyumlarini yasashi qattiq g'ulg'ul qo'zg'adi. Gerçi bundan burun Xitoylarning arab ellarini jaynamoz, kiyim-kechak qatorliq musulmonlarga oid narsalar bilan ta'minlab kelganligi hammaga ma'lum bo'lsa-mu, ammo islomda harom qilingan narsadan musulmonlar ibodatida ko'p ishlatadigan buyumni yasab setishi kishilarni cho'chitgan. Bir qism taratqularda bu tasvirlarning Saudiya Arabistonga yetkazilganligi, bu sabablik hajga borganlar orqali butun dunyoga tarqalgan bo'lishi mumkinligi, Xitoylarning azaldan boshqa xalqlarning e'tiqodini hurmat qilmaydiganligi bildirildi. Yana bir turkum Xitoy Nepalda qo'lga olindi. Amerika ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, Nepal soqchi doiralari 23 dekabr aldamchilik jinoyati bilan shug'ullangan 122 Xitoyni qo'lga tushirgan. Nepal soqchilari bir necha oy bu jinoyat guruhining peyiga tushgan bo'lib, bu dushanba ularning to'ralg'u joylarini tuyuqsiz aqtirib, jinoyatchilarni qo'lga tushirgan. Oshkorlanishicha, bular Bengalga sayohat vizasi orqali kirgan bo'lib, to'rda aldamchilik qilish, banki pul olg'usiga bosib kirish qatorliq jinoyatlar bilan shug'ullangan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtda ifoda bildirib, Nepal hukumatining bu harakatini qo'llaydiganligini, jinoyatchilarni tekshirishga moslashadiganligini bildirgan. Xitoylarning yaqinqi yillardan buyon Osiyo davlatlarida turli aldamchilik jinoyatlari bilan shug'ullanishi ko'p qitim yuz bergan bo'lib, xalqaro satchilikka qolgan. Bu yil 9-oyda Filippinda to'r aldamchiligi bilan shug'ullangan 300 ga yaqin Xitoy qo'lga olingan edi. Dünya Müslüman Ölümalar Birligi raisi Uyg'urlar haqida so'z qildi. Sharq Turkiston Ölümalar Birligi vatanimizning echinishlik vaziyatini arab dunyosiga tunutishni davom qilmoqda. 24 dekabr Sharq Turkiston Ölümalar Birligining rais vakili ustoz Mahmudjon Damollam arablarning Kanal 9 da Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Ustoz Mahmudjon Damollam yana o'zining oilasi va tuqqanlari haqida guvohlik berib, tuqqanlar bilan 4 yildan beri aloqa qilolmaganligini, tuqqanlarining lagerdimi yoki hayotdimi bilmaydiganligini, Xitoy tajovuzchilari chet elga chiqqanlarni, hatto Misrga o'qish uchun chiqqanlarni terrorlik tuhmati bilan lager va turmalarga tutqun qilganligini tafsiliy bayon qildi.
Programmada riyosatchi yana Dunyo musulmon ulamolar birligi raisi doktor Ali Qaradag'i bilan telefon suhbati qilib, doktor Ali Qaradag'idan Sharq Turkistonda Xitoy tarafidan bostirilayotgan Uyg'ur musulmonlarga ko'ngil bo'lishning ahamiyati, uning hukmi haqida savol so'radi. Doktor Ali Qaradag'i savolga tuvandagidek javob berdi. Uyg'ur musulmonlarining hozir holiga ko'ngil bo'lish shar'iy nuqtadan har bir musulmon ado qilishga tegishli farz. İnsani nuqtadanmi farz. Chunki Uyg'ur musulmonlari ko'rayotgan ig'ir kunlarning davrimizda tangdishi yo'q. Xalqaroning boshqa yerlarda zulm bo'layotgan bo'lsa-mu, biroq Uyg'ur musulmonlari beshidan kechirayotgan zulm intayin ig'ir bo'layotdi. Uyg'urlarning butun bir millat sifatida uning dini va madaniyati cheklanyotdi. Sharq Turkiston musulmonlari masalasiga ko'ngil bo'lmaslik cho'ng gunoh bo'lib, bu holatlarga har qanday bir musulmon sukut qilishga bo'lmaydi. Barliq islom allari harakatga o'tib, Xitoyning mollarini boyqut qilishi kerak. Dunyo ulamolar birligi bu masalaga qattiq diqqat qilyapti. Bu masalani muhim ishlar qatorida ko'ryapmiz deb javob berdi. Beşiktaş rayonluq hukumat boshlig'i o'z mukofotini Uyg'ur ayollar va bolalarga o'tindi. 23 dekabr Beşiktaş rayonluq hukumat boshlig'i Önder Bakan o'ziga berilgan oltin qanot mukofotini Sharq Turkistondagi ayollar va bolalarga taqdim qildi. Önder Bakan efendi mukofot topshirilgan maydonda ifoda bildirib, munolarni bildirdi. Men erishgan bu oltin qanot mukofotini Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining zulmi ostida ingrayotgan barliq bolalar va ayollarga taqdim qilaman. Bu mukofotni shular uchun oldim. Yo'lboshchimiz Muhammad alayhissalom ayollarni sizlarga omonat qildim degan. Sharq Turkistondagi ayollar va bolalar Xitoylarning inson qilibidan chiqqan zo'ravonliklari va bostirishlariga uchrayotdi. Çok kıymetli dostlar ve bir ses yükseldi veda hutbesinden, kadınlar size Allah'ın emanetidir diye. Motto harika olmuş gerçekten. Kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Ancak ben bu ödülü Doğu Türkistan'daki şiddet ve zulüm gören kadın ve çocuklar adına alıyorum. Yalova shahri Xitoyning Panjin shahri bilan bo'lgan qarindosh shahar munosabatini o'zdi. Turkiyaning Yalova shahar boshlig'i Vafo Salman Yalovaning Xitoyning Liaoning o'lkasi Panjin shahri bilan bo'lgan qarindosh shahar munosabatini to'xtatganligini jakarladi. Bu haqda Vafo Salman apandi mundaq dedi: Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga yurgizayotgan zulm va iskanjasi insonning toqati yetmaydigan darajaga bordi. U yerda odamlar unini chiqara olmayotdi. U tarafga biz borolmag'achqa ularga hech ish qilib bera olmadik. Men Yalova shahar boshlig'i bo'lish salohiyatim bilan shuni qaror qilamanki, toki Sharq Turkistondagi qarindoshlarimiz normal insonga o'xshash, Xitoyning turmush saviyasi bilan o'xshash yashayolmaguncha Panjin shahri bilan bo'lgan munosabatni to'xtataman. Bularni hech qanday faoliyatga taklif qilmayman. Taklif qilgan faoliyatlarga mo bormayman. Tashkilot hayatlari o'quvchilar uyushmasini ziyorat qildi. 24 dekabr Uyg'ur tashkilotlaridan tashkillangan bir hay'at Xalqaro o'quvchilar uyushmasi raisi Mahmad Ali Bolat apandini ziyorat qildi. Mazkur hay'at Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati, Sutuq Bo'raxon ilm va madaniyat vaqfi, Sharq Turkiston ulamolar birligi, Ochil guruhi qatorliq tashkilot vakillaridan tashkillangan bo'lib, uyushma raisi Mahmad Ali Bolat ularni kutib oldi. Ziyoratda o'rta maktab va universitetlardagi Uyg'ur o'quvchilarining o'qish, o'rinlashish va yotoq ahvollari muzokara qilindi. Shundaqla Uyg'ur o'quvchilarini qanday qilib kelgusida yaramli kishilardan qilib tarbiyalab chiqish haqida o'zaro fikr almashtirildi. Sutuq Bo'raxon vaqfi xalqaro o'quvchilar uyushmasi bilan Uyg'ur o'quvchilarini yaramli qilib tarbiyalab chiqishda hamkorlashayotgan bo'lib, bu xizmat unumli davomlashmoqda. Viktor Gavning bayonlari Xitoy rejimining mohiyatini ro'shan etib berdi. Sharq Turkistondagi lagerlar masalasi haqida ko'plagan yangi isbotlar va guvohlik bayonotlari o'tirg'i chiqayotganda, Xitoy rejimi yana bir qatim xalqaroga o'zlarining terrorlik va asabiylikka qarshi harakati to'g'risidagi koni nazariyasini tengishga urinmoqda. Yaqinda Xitoydagi eng nufuzli xalqaro munosabat mutaxassislarining biri, Xitoyning eng cho'ng aqllar markazi bo'lgan Xitoy va yer sharlashish markazining muavin mudiri Viktor Gavning Germaniya To'lqinlari radiosining Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasi bo'yicha maxsus ziyoratini qabul qilganda so'zlagan so'zlarida texmi ro'shan ifodalandi. Suhbatda peshqadam muxbir Tim Sebastian oldi bilan Viktor Gavning 2019-yili may oyida BBC muxbiriga qilgan so'zni naql keltirib, Xitoyda fuqarolarning ijtimoiy faoliyatlarini nazorat qilish ahvoli haqiqatan mavjud.
Buning rostilla menga yoqmaydigan ba'zi taraflari bor degan so'zni naql keltirib, millionlagan Uyg'urni lagerga qamab olish shaxsan sizga yoqadigan taraflardanmi deb savol qo'ydi. Viktor Gau darhol o'zining Uyg'urlardan ko'plagan do'stlarining borligini shipay keltirib, Sharqi Turkistonda asabiylik va terrorlik ideyalarining bakli yamrab ketganligini ta'kidladi. Riyosatchi qaytirib savol qo'yib, o'tgan 4 yilda atalmish Shinjongda bir qatimmi terrorlik voqeasi yuz bermadi. Chunki hukumat millionlagan Uyg'urni lagerga qamab olganlikdan hukumatga xaris qilgudek odam qolmadi. Shunday emasmi deb so'radi. Viktor Gau darhol Xitoy rejimining terrorlik ideyalarini beholida yo'q qilish uchun qanday tirishchiliklarni ko'rsatayotganligini bayon qilganda, Tim Sebastian buningga javoban Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi va boshqa manbalardan kelayotgan Uyg'urlarning hech qanday sababsizlik qo'lga ilinish hamda yil-yillab lagerda yetib ketishdek haqsizliklarga duchor bo'layotganligini, Xitoy rejimining bo'lsa buni terrorlikqa va asabiylikka qarshi deb tasvirlayotganligini so'zlab kelib, siz bu ishlardan bakmo faxrlanadigan o'xshamamsiz deb so'radi. Viktor Gau buningga javoban terrorlikning bir kundalik portlab chiqadigan hodisa emasligini, uning eng dastlab asabiylikning ta'siriga uchrashdan boshlanganligini, shunga hozir Xitoy rejimining Sharqi Turkistonda borgan sari avj olayotgan asabiylikni yo'qotish uchun qanday tirishchiliklarni ko'rsatayotganligini so'zlab kelib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu jihatda bizni qo'llayotdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi ko'plagan davlatlar, jumladan islom davlatlarimi dal mushu sababdan bizning terrorlikqa qarshi qo'llanayotgan tadbirlarimizni qo'llayotdi dedi. Tim Sebastian bu vaqtda Birlashgan Millatlar Tashkilotining kishilik huquq sohasidagi ma'lumotchilaridan 12 kishining Sharqi Turkistondagi xohlagancha tutqun qilish va sababsiz lagerga qamash hodislari haqida Beijingga birlashma maktub yo'llaganligini eslatganda, Viktor Gau darhol o'zining buningga qiziquvchi muxbirlar uchun Uyg'urlarni ziyoratga uyushtirib beradiganligini, hozir avj olayotgan asabiylikka qarshi turishning buningdagi bir muhim tadbir ekanligini, kasbiy tarbiyalash markazidagi kursantlarning hozir bu jihatda ko'plagan ilgirlashga erishganligini yana bir qatim eskartish orqali lagerlarning yo'lliq ekanligini ta'kidlashga urindi. Riyosatchi buningga savol qo'yib, bu o'rinlarning kasbiy tarbiyalash markazi emas, balki yig'ib olish markazi ekanligini, ideya jihatdan salli boshqacha fikrda yoki xiyolda bo'lgan kishilarning birdak lagerga qamalayotganligini, bu joyga qamalganlarning o'rnidan turish, nashti qilishdan tortib, kechligi uxlug'uchi bo'lgan orliqdagi barliq faoliyatlarning, jumladan qayerda o'ltirdiganligi, qanday o'ltirdiganligi qatorliqlarning bakmo qattiq bo'lgan intizom orqali boshqarilganligini, jumladan bu joyga qamalganlarda hech qanday huquq mavjud emasligini so'zlab kelib, sizlar mushxildagi mashina odamlarini paydo qilishga xushtarmi deb so'radi. Viktor Gau darhol buningga javob berib, Amerika, Angliya va boshqa joylardagi soqchi maktablarining kursantlarining qattiq intizom bo'yicha o'qiydiganligini, Xitoyda kishilik huquqning bakmo muhim o'rinda turadiganligini, riyosatchining Xitoy hukumati ijro qilayotgan asabiylikning oldini olish tadbirini kishilik huquqni oyoq osti qilish deb tushunib qolganligini so'zlab kelib, siz o'zingizning qarshidagi qonun tushanchisini davlatimizga tatbiqlayapsiz. Xitoyning o'ziga mos keladigan, o'ziga xos qonun sistemasi bor. Bu sistema bo'yicha biz asabiylikning tahdidiga duch kelganda darhol buning oldini olamiz dedi. Riyosatchi bu vaqtda yaqinda oshkora bo'lgan lagerlar haqidagi rasmiy hujjatlardan misol keltirib, Uyg'urlarning qaysi darajadagi yo'qotishga duch kelayotganligini ko'rib olish mumkinligini aytganda, Viktor Gau bu hujjatlarning isbotlashdan o'tmagan narsalar ekanligini, shunga o'zining bularni yolg'on deb qaraydiganligini bildirdi. Riyosatchi oxirida Viktor Gauning Amerikada advokatlik guvohnomasi olgan bir kishi ekanligini eslatib, sizga o'xshash bir advokatning Xitoy rejimi ijro qilayotgan mushu xildagi qilmishlarni qabul qilishga bo'ladi deb qaraydiganligi bakmo qaltis ish bo'ldi.